220 volt ishlaydi, lekin soatiga 100 tonna suv beradi. Chiqish og'zi ham 150 litrlik bo'ladi. Kilovati 3 kilovat, bir soatga 3 kilovat rasxod qiladi. Maksimum podyomi 14 metrgacha ko'tara oladi. Soatiga 100 tonna. Sab brendiniki bo'ladi. Bunga rasmiy kafolatlari 6 oy zavodskiy defektiga kafolat beramiz. 5 metr suvni tagigacha tusha oladi, chuqurligigacha. Ko'rinishlari. Buni juda ko'p klientlarimiz olib, haligacha rahmat deyishadi. Juda hadoy modellarning bittasi 150 litr. Buni 2 og'izligi ham bor, lekin unga qaraganda zo'r ishlash bo'yicha hali sharmanda qilmagan. Mana shu 150 litrligimizda bo'ladi. 100 og'izli, ya'ni ko'plab modellarimiz bor. Bu ekinlarni sug'orishga, o'sha baliqchilikga, yana ko'plab sohalarda juda zo'r ishlab kelyapti haligacha. Klientlarimiz ham so'rasanglar, ishlatganlar bo'lsa, hamma shuni maqtaydi, tavsiya qilishadi. Zo'r model. Bunda paplok bo'lmaydi. 3 kilovatli bo'lgani uchun paplok o'chirish qiynaladi. Juda yaxshi, faqatgina bunda bitta notomoni bor. Tokiz yaxshi bo'lishi kerak. 220 volt stabil bo'lsa, juda zo'r suv chiqaradi. Tok zo'r bo'lsa, hali qolgan taraflama hali sharmanda qilmagan. Bunda boshqacha modellarimiz ham bor. Ko'rib turganinglardek, Shimji brendida ham, Sab brendida ham bor. Sab brendida katta ovozlarimizga e'tibor qilganmiz. Kimga kerak bo'lsa 97 760 34 34 raqamlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz rasmiy kafolatlari bilan.